Hammaga salom, sizlar bilan Kosmik Buldrop bolalar. Bugungi videomizda Open Case qilib ko'ramiz bolalar Buldropda. Bilasizmi, 700 dan oshiq bo'lib o'yin bor. Video davomida ko'rishlar mumkin, qanaqa omadli bo'ladi yoki yo'q, sizlar bilan ko'ramiz. Qani shunda 20 tarida qani sekundga ochdik. Necha ekan sizlar bilan ko'ramiz bolalar. Biz 81 ga ochdik, 76 ta berdi. Ozgina minus yana bitta ochamiz. Qancha bu? Bizga 148 ta berdi, yaxshi bu. Nechtalik ochib, 2 talik ochib ko'ring, tez ochish bilan ku. Yo'q, minus berdi hozircha. Hop, endi biz 3 taligini yuqori harf bilan ochib ko'ramiz. Bizga yana minus berdi. Hop, endi bundan chiqamiz bolalar. Hop, endi qaysi kesni ochib ko'rsam bo'lar ekan. Davay, mana shu 15 lik Tyler'dan ochib ko'ramiz. 5 talik 75 ta bir ko'yinga. Necha bir ekan ko'ramiz bolalar. Bizga hozir 81 ta 6 plus berdi bizga. Menga ko'ra yaxshi. Endi kichik harf tashamiz. Bu bizga bu safar minus berdi kichik harfda. Hop, endi chiqamiz bu kesdan yana. Hop, endi biz qaysi kesdan chiqsa ekan? Davayda mana shu Bersernada deganni 119 dan ochib ko'rak kichik bitta. Bir 139 ozgina bo'ladi, normal. Hop, endi chiqamiz yana. Qaysi kes ochishimni kommentariyga ham yozib qo'yinglar bolalar. Keyingi videolarda harakat qilib ochib ko'ramiz aytgan keslarni bolalar. Davay, mana shu Sakuradan ochib ko'ramiz bolalar. 4 talik ochamiz, yo'q 3 talik. Davay, normal narsa ber. Ozgina plus bo'ladi, normal. Endi yuqori harfni ochamiz. Hop, necha, yo'q, bu safar minus berdi, ancha minus berdi. Hop, endi bu kesdan chiqamiz bolalar. 689 ta balans qoldi bolalar. Hop, endi qaysi kes? Bitta Patrik ochib ko'rakchi bolalar, yaxshi berib qolar balkim. Yo'q, 345 bermadi hatyabi. 221 berdi. Yana bitta ochib ko'ramiz bolalar sizlar uchun. Qani. Voy. Yo'q. Minus bolalar. Chiqamiz endi. Bizda ozgina balans qoldi. Ikkitani ochamiz. Necha beradi bizga? Yo'q. Minus bu safar bolalar. Yana ochamiz bolalar yetadi. Vay, satrak bermadi hatyabi bu. 34% ekan, 30 shans. Hop, sotamiz. 249 ta bir ko'yin qoldi. Endi bittaga ochayman. Hatyabi shu 251 dan bermayapti-yu. 4 ta ochsam bermadi bironta, normal narsa. Nima qilay ekan? Endi narvonga kirib ko'ramiz.
Davay tekrar 9 ta tikamiz. 3 talikka qo'yib necha xga chiqamiz ko'ramiz hozir. Yo'q. Ustimizga tosh tushdi hozir. Endi 50 ta tikakmi? Davay. Hop, yaxshi. Yaxshi. Tushdimi? Ha, tushibdi. Endi sapirga kiraman. 150 ta baland qoldi. Yo'q, yarimta tikakchi, hani. Ha, tushdim bittada. Ha, yo'q, yaxshi. Yana chiqamiz. Yaxshi. Davay. 5 ga chiqqanda olaman lekin. Yaxshi. 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 2 ta. Vay, 149 ta bo'ladi. Davay yana oxirgi balanslar qolyapti. Tik uraveramiz, farq yo'q. Oxirgi balansimiz qoldi bo'ldi. 50 yo'q, 45 tikamiz. Hop, qani nechiga chiqamiz ko'ramiz hozir. Shu bilan videomiz tugaydi bo'ldi. Yana bitta. 249 ta bo'ldi. Yana bitta chiqaymi? Hammaga xayr bo'lsin, sizlar bilan kosmik pul drop bo'ldi.